Asrlar osha qad rostlab turgan ushbu me'moriy yodgorliklarimiz bu bizning tariximizdan qolgan tirik o'tmishdir. Bugun ana shunday qadimiy obidalarimiz asl holatiga qaytarish ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan, yurtimizning ko'zga ko'ringan ustalari, me'morlarning fidokorona mehnati evaziga hozirgi kundagi ushbu me'moriy yodgorliklarimiz, arxitektura, monumental, diqqatga sazovor obyektlarimiz asl holatiga qaytarilmoqda. Har bir g'isht, har bir devor o'zida tarix hamda yuksak g'ururni mujassam etadi. Bu kabi ishlar o'tgan avlodlarga hurmat hamda kelajak avlodga ulkan merosdir. Tarixni asraylik, chunki u bizning g'ururimiz, faxrimiz hamda kelajagimizdir.